Avaz yaxshi yigitda. Ko'ngli toza bola. Savdosi bitmaydigan sevgingdanim. Voz kech. Nima? Katta qizingiz Hilolaxonni o'g'lim Diyorbekka so'rab kelgandim. Bu la'nati taqdirimizni qancha ko'p o'ylasak, shuncha baxtsiz bo'laveramiz. Shu Avaz akada bir gap bor-da. Tushunmadim. Menimcha, Avaz aka sizni yaxshi ko'radi. Senga yaxshi ko'rishimni ayta olmayman deb qo'rqaman. Xullas, sen o'ylanmoqchi bo'lgan o'sha Hilolaga o'ylanmaysan. Sen qiz bolasan. Hammaga o'zingni yaqin tutishdan tiyil, tushundingmi? Avaz akam sizni yoqtiradilar. Siz bo'lsa boshqa yerga tegyapsiz. Yoqtirgani bor ekan. Seni sevaman deb. Jim. Jim. Nega? 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 Nega sevmaysan? Ha? Shunchalik yomonmanmi? Boshqalarda nima kami bor?